Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 7-dekabr haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Belyular ekan, tepapas. Nech pul bo'lyapti aka bular? Tepapaslarimiz, belyularimiz. Ha. 60 ming beryapmiz. Qovma, koreyskilarni. Bu qovmas ekan, bunisi koreyskisi. Donagami 60 ming so'm yo pachkaga? Pachkaga ham bor. Dona pachka narxi bir xil ekan. Razmerlari nechidan nechigacha? Biz 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha ekan razmeri. Ha, bular nech pul bo'lyapti? Bu 47 ming pachkaga. Pachkaga 47 ming so'm ekan. Bular ham o'sha tepapas, Ha, bu ham tepapas. Donaga nech pul? Donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'm ekan. Pachkaga 47. Pachkaga 47 ming so'm. Pachkaga. Bunisi 37 ming so'mmi? Ha. Bunisi 47 ming, ha? Bo'ldi. Bu 37 ming so'm ekan. Donaga nech pul? Donaga 40 ming. Donaga 40 ming. Mayka nech pul? 10 ming so'mga. Maykalar 10 ming so'm ekan. Eng yaxshisi eksportgacha. Yonida choki yo'q ekan mana. 7 ming so'mligi ham bor. Xo'p, 7 minglik mayka ham bor ekan. Bu ichki kiyimlar nech pul tursigilar? Bular 5 ming so'mdan aksariyat. 5 ming so'mdan ekan. Donaga nech pul? Donaga ham bor. Dona pachka narxi 5 ming so'm ekan. Tursigilar shu yosh bolalarga ham, katta odamlarga ham bor. 4,5 ming so'm, 4. Ha, yosh bolalarga 4,5 ming so'm ekan. Bular shu hali nimani rasvetkalarimi endi hozir? Bo'chi bu? 28 ming. Bu 28 ming so'm ekan. Yosh bolalarga necha yoshga tushadi bu? 1-sinfdan boshlab 8-sinfgacha tushadi. 1-sinfdan 8-sinfgacha tushar ekan. Bunisi. Bu rangli futbolkalaringiz nech puldan? Ular 12 ming. 12 ming so'm ekan buni. Pachkaga 11,5 ming qilib berishar ekan. Donaga 12 ming. Donaga 12 ming so'm ekan mana. Ranglari, materiali haba bularda. Buni razmeri qanaqa bo'ladi? 48 dan 56. 48 dan 56 gacha razmer ekan. Buchi, bular oq shularni rasvetkalari ekan, mana. Oqi, qorasi, havorang. Telefon nomeringiz nechi? 93lik, 93lik 374, 374 50 70. 50 70 ga telefon qilaverasizlar-da. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Akam tanivanglar mana. Boboshbek bozoriga kelganlarida mana Rizo tekstil shunda yonida turadi mana. Va o'zlarining do'koni ham bor mana. Bahodir tekstil degan. Ertalab 5 ta boshlanib bozor, kunduzi 10-11 gacha bozor bo'ladi. Shu 10 gacha yetib kelinglarda, vaqtli kelsalar ko'p narsa bo'ladi.